Последняя минута. Последняя минута. Окей. Давайте закончим. Все по местам. Thank you very much. Clap. По местам. Окей. Давайте громче. Okay. Gravity force. What is gravity force? Yes. The formula? Times G. Very good. Okay. Yes. Unit of gravity force. Okay. The mass, the formula, and the unit of the mass. Unit of the mass. It's right? It's correct? Yes. Very good. Density. What is density? Yes, very good. The formula and unit of the density? Yes. It's correct? Yes. Okay. Height. What is height? Yes. Yes, let's change this paper. Okay. Line. What is line? Yes. What is line? Yes. Это ошибка, да? Просто C должна быть здесь. Okay. Velocity. What is velocity? Yes. And the unit of the velocity? Yes, meter per second должна стоять здесь. Okay, the formula. Okay, it's great. Area. What is area? Yes. What is volume? Yes. What is length? Length. No. Yes. What is the unit of length? Yes, very good. Like that. Okay, it's very good. Hamma o'zining ballarni qo'ysin, ha? Kim to'g'ri qo'ygan bo'lsa, hamma o'zi biladi, kim qayerdan qo'yganini. Okay, the next amateur speed. What is area? Yes, area. And the unit of area? Yes, the formula? Yes. It's right, yes? It's right? Yes, it's correct. It's correct too. It's correct too. It's correct too. It's correct. Volume. What is unit of volume? Unit of volume. Yes, meter cube. Okay, thank you. Length. It's not correct. It's incorrect. Это неправильно. Length. What means length? What is unit of length? Meter. Yes. This is. What is meter? Where is our meter? This is meter cube. It's right. It's right. This is a mass. That's a massa. Shuning uchun adashib ketganimizda tushundingmi? Okay. Okay, not problem. Okay, thank you very much. Clap. Okay, the next question. Everybody take the phone, mobile phone. Are you on the phone? Okay. Open the Kahoot. In this mobile phone, open the Kahoot. Okay. Are you ready? Everybody ready? Yes. Okay, let's begin. Okay, let's play the game. Kahoot. Each team can trade a phone, tablet or laptop. Okay. Just a minute.
person, okay? Ваня ушами должны резать. Team name and only third person. Okay. My dear children, please quickly. Please quickly. We have to try. Okay, everybody, are you ready? Can I start? Yes. Okay. Force in nature. What means force in nature? Yes. Okay. Start. Sniggle job again. Yes. Okay. The next. Next. Informaция туда. Okay. Oh. Very good. The next. Kulon aldı da. Kulon aldı da. Okay. Do not blow them. Not blow them. Okay. Very good. The next, please. Okay. Kulon aldı da. Okay. Bugün arayız. Just a minute. One second. Oh, very good, very good. Hiç kim doğru belirlemiyor. Peki? Video sonra cevap yeterli mi? Yok. Okay. You have 20 seconds. Now 30 seconds. Resimde karama. Okay. Yes. Kim hata cevap verdi? Next. Kulon aldı da. Okay. Next. Mesela ne için? Geçtiniz. Два мальчика везут санки. Один их тянет, а второй толкает в одном направлении. Определите равнодействующую силу и изобразите ее графически, если известно, что первый мальчик тянет санки силой 400 ньютонов, а тот, что толкает, прикладывает силу 100 ньютонов. Okay, very good. So next. Okay, formları bağlarını böyle takayım. 10 seconds. Yes, right. Okay, the next. Brother hata cevap verdi. Kullan aldı da. Brother bu kamera hata cevap verdi. The next. Okay. Определите, чему равна равнодействующая двух сил, приложенных к телу в точке N. Определите направление движения тела. Yes. Okay, very good. Okay, Kumar is win. Win and Kumar. Kumar 465 баллов. Zeynep, yarış yazar представители команды Kumar. Okay, спасибо. You may close. You may close. Okay.
Juda yaxshi. Molodets. Hozir ilarga javob varaqlarini qo'yasizlar. Chiroyli dedi. Masala ishlaganlar bor, 2 masala ishlandi. Masala har bekatga bilim olib o'tish kerak. Ana shu bilim, avval bilimlar keyingi bekatda ne bo'ladi? Kerak bo'ladi. Qaranglar. Okay. I wait. Okay, are you ready? Are you ready? Have you finished? Have you finished? If you have finished it, okay, everybody, look at me. Что такое равновесующая сила? Тень ta'sir etuvchisi. Judayam to'g'ri. What is English for teng ta'sir etuvchi? What is English for teng ta'sir etuvchi? Okay, я вам напомню. Sum of force. Sum это summa of force kuchning. Ya'ni kuchlarning yig'indisi degan ma'noda. Okay? Bu gaplarni o'tirib qo'ysangiz bo'ladi. Okay. Endi sizlarni tarbiyalayman. Oba команды перешли на вторую остановку. Пожалуйста. İkinci oстановканың проблемасы шу. Okay, everybody listen to me. Everybody ready? Have you finished? Are you ready? Okay, listen to me. Okay, one person is every team. Please come to the blackboard. You and another you. Come to the blackboard. Okay, please. Sizga shunday savol. Mana stulda kishilar dars o'qishadi. Siz mana shu kishilar dars o'qishadi. Bu nima? Stop. Okay. Thank you very much. Okay. Nima uchun savol? Problema shunday. Xo'sh, biz kim bo'ldi hozir? Qaysi olimning shogirdlari bo'ldi? Bu Okay. Sizlarga shunday muammo. Nima uchun farqli kuchlar, asli jismlarga kuchlar ta'sir qilsa, bu jismni bo'lishi kerak? To'g'rimi? Masalan, jismga kuchlar ta'sir qilsa, harakatga keladi. Nima uchun mana bu jismga kuchlar ta'sir qilsa ham bu harakatga keladi? Just a minute. Okay. You may sit. Okay, xuddi shu narsani men ko'rsatmoqchiman. Qarang. Qarang. Ящик устья dadasi устья qizib o'tirib oldi. И робот пытается его толкнуть куда-то или тянуть, или толкнуть. Давайте попробуем. Здесь это не ko'rsatib beradi. Qancha kuch bilan italayotganini ko'rsatib turadi. Ya'ni qancha kuch bilan ta'sir qilayotganini ko'rsatadi. Ayada what is it? Agar kuch bilan ta'sir qilsam, bu harakatiga tezlik o'zgarishi kerak, to'g'rimi? Okay, nima deyapman? 36 newton kuchlar qarang. 40 newton kuchni italyapman. 50-60 newton, biroq tezlik qancha? Harakatga keldimi? Yo'q. It's a virtual laboratory. Вот виртуальная лаборатория, прям такой же ящик, такой же человек и такая же дочь. Итальянцам обратно harakatga keladi. Why? Okay, son. Çünkü unga qarshi bir kuch bor. Nimaga qarshi? Biz italayotgan jismga qarshi bir kuch bor. Italayotgan kuchga qarshi bir kuch bor.
Bir savol, yana bir savol. Nima uchun ismlar tinch turadi? Nima uchun ismlar tinch turadi? Sardardan boshqa umid. Tabiatda jismlarni tartib turadigan kuch bor. Taskarda. Okay, it's not Markasi. correct. It's not correct. Sardar. Tabiatda yerga tortib turadigan og'irlik kuchi bor. Bor, u to'g'ri. U kuchning ati neydi? Og'irlik kuchi. Yoki? Gravity force. Gravity force. Okay, biroq qachon jismlar harakatlanadi yoki bo'lmasa qachon jismlar tinch turadi? Nima uchun jismlar javob? Jismga sirtqish ta'sir etmasa u jim turadi. Yoki ta'sir etgan kuchlar bir-birini kompensatsiyalasa jim turadi. Yes! Men to'g'ri ketdi. Jismga sirtdan kuch ta'sir qilmasa yoki ta'sir qilayotgan kuchlar bir-birini kompensatsiyalasa u jism tinch turadi yoki davom etadi. To'xta, menda kuch ta'sir qilib tur. Kuch ta'sir qilib biroq shunda ham kuch, jism harakatga. Demak, u kuchni kompensatsiya qilib turgan bir kuch bor, to'xta. Давайте biz ana shu kuch, mana shu kompensatsiya qilib turgan kuch. To есть bizning atabay shekilda qanday deb aytamiz? Harakat qilishga qarshilik qilib turgan bir kuch bor. Ana shu kuchning yo'nalishi va nimalarga bog'liq ekanligini biz o'zimiz aniqlash harakat qilish masalan bir istoriya aytib как bizga shunday mening davom qilsin Amonton. Guillaume Amonton, franцузский ученый, член franцузской академии, то есть fransuz akademiklarining a'zosi bo'lib ishlagan Amonton yoshligida praktik glug'oy bo'lgan. Praktik почти нулевой biz boshqa eshitgan, juda qisqasi tushuniladi praktik glug'oy. Endi u shuning hisobidan universitetga bormagan. Universitetlar посещать etgan emas. Matematika, fizika, mexanika nебесного tela. Shunday bo'lgan fanlarning hammasini o'zi samostoятельно o'qib, olim darajasiga kelgan. Va xuddi shu Amonton va Coulomb ularni ham xuddi shu narsa qiziqtirdi. Men jismga kuchlar ta'sir qiladimi? Nega bu jism harakatlanmaydi? Demak dedi, xuddi sizlarga o'xshab, hozir sizlar olimga o'xshab shunday deysizlar. Xuddi men jismga ta'sir qilaman, bu harakatlanadi. Nasl buni kompensatsiya qilib yoki harakat qilishga qarshi bo'lib turgan bir kuch bor dedi. Ana shu kuch nimaga bog'liq ekanligini ikkovi o'z bo'yicha bir-biridan xabarsiz naqadar izlanib ketdi. Давайте biz ko'raylik. Mana jism, sizlarga jism. Mana давайте dinamometr. Jismlarga. Dinamometr. Ana shu kuchni nimalarga bog'liq ekanligini aniqlashga harakat qilamiz. You have 4 minutes. 4 minutes. Stop minutes. Only 4 minutes.
Okay. Have you finished, my dear children? Have you finished? Are you ready? Okay, very good. Давайте. Доска вам нужна? Tayyor bo'lsanglar, pожалуйста, eshitdik. Bu jismni mamiyatida farqlanda 0.3 newton bo'ldi. Bu jismni Biz bir minut. Bayağı shuni aytmoqchi bo'lib turgan edim. Durust, sizlar ham durust. Nima uchun x kuch deyaptimi? Bu kuch nomini, bu kuchni bilmaymiz, nomini. Buni yuzasini almashtirib, shaklini almashtirib tartib ko'rdik. Nima uchun yuzasini almashtirib tartib ko'rdingiz? Chunki buning tortganda Newton kuchi oz bo'ladimi, ko'p bo'ladimi, shuni Tekshirib ko'rdik. Lekin bunda ham shunday bo'ldi. Bundan ham bilan tushunsak bo'ladiki, buni tortganda yuzasiga bog'liq emas. Yuzaga bog'liq emas. Mana dinamika tashladik. Yana qanday tekshirib ko'rdinglar? Buni tortganda 0.10dan 3 chiqdi. Keyin uning ustiga bir jism qo'ydik va unda tortganda 0.10dan 6 chiqdi. Demak, bundan xulosa chiqaramiz. Jismning massasi qancha ko'paysa, uni qo'zg'atish uchun shuncha newton kuch kerak bo'ladi. Shuncha ko'p kuch kerak. Bu kuch massaga bog'liqmi, bog'liq emasmi? Bog'liq, to'g'ri proporsiya. Nima uchun to'g'ri proporsiya? Chunki buning massasi oshganda buning kuchi ham oshadi. Keyin buni tartib ko'rdik. Bu 0.10dan 4 bo'lganda qo'zg'aldi. Buning bunga qo'zg'alishiga qarshi bo'lgan kuch 0.10dan 4 newton ekanligini bilamiz. Bu jismning harakatlanishi faqat massasiga emas, buning ostida turgan, ishqalanib turgan narsaning tabiatiga bog'liq ekanligini tushundik. Qanday tushundingiz? Qanday ko'rdingiz? Masalan, hozir obloshkada qilganda bu sirpanchiq, buning ustida qilib ko'rganda hozir 0.10dan 3 bu 0.10dan 3 ga yetadi. Agar bu matada ishlab ko'rganimizda Yordamlashtiradi. bunda 0.10dan 4 ga yetadi. Nima uchun bunday ko'payib ketdi kuch? Chunki buning ostidagi mana mata qancha bu ishqalanib ishqalanayotgan narsa mata qancha bo'lsa, bu ham Qanday bo'lsa? qancha qattiq bo'lganday bo'lsa, bu ham shuncha kuchi ko'payadi. Bunda ko'rganimizda Между прочим, важный факт bu. Davom eting, ya. bunda ishlab ko'rdik biz. Bunda ko'rdik, xo'sh. Bunda esa 0.10dan 5 ga yetadi. Demak, nimaga bog'liq ekan?
va uning ostida ishqalanib turgan narsaning tabiatiga bog'liq. Clap clap. Gapirmaya saqlash bilan ma'lumot aytolmaysizmi? Yo'nalish haqida, kuching yo'nalish haqida? Kuchning yo'nalishi qaysi chetga qarsak, shu tomonda bo'ladi. То есть, ismni qaysi tarafga qartsak, u bizning noma'lum kuchimizga yo'nalish shu tarafga qarab yo'naladi. Masalan, bu jism bo'lsa, noma'lum biz bu tarafga tortamiz, noma'lum kuch bu tarafga tortadi. То есть, qarama-qarshi tarafga, bir-biriga qarama-qarshi. Okay, you may sit. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Okay. İkinci komanda, uçadın. Okay. Ne gerek sizlerge? Jismni olib uni tortganimizda 0.3 newton kuchga yetgandagina u harakatga kirishdi. Demak, biz bu jismga harakatlanishga xalaqit berayotgan kuch 0.3 newtonga teng. Keyin biz uni bu kuch nimaga bog'liq ekanligini ko'rmoqchi bo'lib, uni tezlik bilan Tezroq tortib ko'rishdi. Uni tez tortganimizda ham 0.3 dan oshmadi. Joy tortganimizda ham 0.3 dan oshmadi. Keyin demak bu kuch tezlikka bog'liq emas. Kuch tezlikka bog'liq emas. Keyin uni Sizda aytib qo'yishimizda. unga massa qo'yib ko'rdik, yana bir jism qo'yib ko'rdik. Uni tortganimizda 0.6 newton chiqdi. Demak, bu kuch massaga bog'liq va u to'g'ri proporsional. Biz massani qancha ko'paytirsak, bu normal kuch ham shuncha ortaveradi. Keyin biz uni vaqt bilan tajriba qilib ko'rmoqchi bo'ldik. Uni qancha minut, sekund tortib tursak ham bu 3 dan oshmadi. Demak, bu kuch vaqtga ham bog'liq emas. Keyin uni har xil narsalar ustida tortib ko'rishni boshladik. U qog'oz ustida 0.3 bo'ldi. Mataning ustida tortib ko'rgan. Mataning ustida tortib ko'rgan 0.5, ya'ni 0.5 bo'ldi. Demak, bu kuch ikki jismning tabiatiga bog'liq. Biz yo'nalishni ham bilgimiz keldi va uni topdik. 0.3 gacha bordi. Demak, bu kuch bizning 0.3 gacha sarflagan kuchimizni tahlil qilib turgan yana bir kuch bor. U kuch biz tortib turgan kuchimizga qarama-qarshi chetga tarafga tortadi. Yes. Very good. Thank you very much. Very good. Var mı yeteneklerin? Forma saklayış mı işte sonra koymanın kanalına Kuch, massa proporsional, massa ikkinchisinin tabiatiga to'g'ri proporsional. Okay, thank you very much. You may sit. Men hozir ko'rib sizlarni qanchalik olim bo'la olish qobiliyatlari bor ekanligini ko'rib, xursand bo'ldim. Действительно, bu degan so'z bu kuch nimalarga bog'liq bo'lishi haqida sizlar hozir ne o'ylab topganlarini, ne ko'rsatib, ne topganlarini o'zlaringiz ko'rsatib. Sizlar hozir Закон Амонтова и Кулона, то есть Амонтова и Кулонning qonunini ishlab chiqarishdi. То есть, конечно, bu formani ishlab chiqarish uchun bizga Amontov, конечно, bu formani Amontova ko'p xizmat qilgan. Shuning uchun ham, по-моему, Amontov komandasi ko'proq formaga e'tibor berdi. Amontov va Kulon imенно shu harakatga qarshi o'tgan kuchning modulini aniqlashni, yo'nalishini aniqlashga harakat qilib, va quyidagi formani men faqat forma yozaman, faqat sen boshqacha yozaman. O'sha biz mana noma'lum kuch deb qolganimiz bor-ku, endi ma'lum bo'ldi. Bu kuchni Amontov va Kulon sila трения. Поехали. Сила трения, indeksga T, endi
bo'lmasa, ne deymiz biz? Friction. Silatreniya, ya'ni ishg'ollanish kuchi deb atadi. Shundan va u nimaga bog'liq ekanligini proporsionallikni olib tashlayman va ikki jismning tabiati, to есть ikki jism bir-biri bilan ishg'ollanayotgan tabiati bu qaysi yog'ochdan so'ng yog'ochdan shishanmi va uning orasida ishg'ollanishini o'lchab, ishg'ollanish koeffitsiyenti degan mu bu harf mu deb o'qiladi, yozilishi mana grekcha harf bu. Mu ishg'ollanish koeffitsiyenti ishg'ollanish bilan arkasida bas qo'shitadi va massaga bog'liq deganlar bor. Massa emas, bu aslida bosim normal bosim kuchiga bog'liq. Normal bosim kuchiga bog'liq, bu haqda yana shunday aytib o'taman. Bosim haqida mana bu ishg'ollanish kuchining formulasi. Mana bu haqda ochib ko'rsanglar, mana friction coefficient ishg'ollanish koeffitsiyenti. Mana biz yozganimiz mu, ha? Va mana friction force. Bu nima? Ishg'ollanish kuchi bo'ladi. Normal pressure force. Sila normalda men vaqtda shunday aytib o'taman. Sizlar paqqa yozib olinglar. Вообще-то bu ma'lumotning hammasi kitobda bor. Hozircha sizlar o'zlaring yozganlarni belgilab turinglar. Men sizlarga hozir sila normalda men va ishg'ollanish kuchi nimaga bog'liq ekanligini ko'rsataman. Okay, we have so few time. Okay. Og'irlik kuchi qanday kuch bo'ladi? Narsalarni yerga, jismlarni yerga tortib turadigan kuch. Thank you very much. O'zingga bir gap qo'shib qo'y. Jismlarni yerga tortib turuvchi kuch, bu kuchning yo'nalishi qanday bo'lgan? Yerning markaziga. Yerning markaziga yoki yerga, pastga deb aytsak ham bo'ladi. Mana bir polyapmiz, yuzada jism turibdi. Va unga F og'irlik kuchi ta'sir qiladi. Nima uchun bu jism yerga tushib ketmayapti? Analogik bo'lgan Uni tepaga tortib turadigan ma'lum kuch bor. To'g'ri. Yoki konfiskatsiya turgan bir kuch bor, to'g'rimi? Demak, biz shu kuchni sila normalного давления. Kuchlarning vektorda ko'rsatishini bilamizlar biz? Kuchlar vektorlar qanday chiziladi? Strelka qanday chiziladi? Nazmi? Qoidasi bormi javob? Kuch ta'sir qilayotgan yerdan boshlaydi. Very good. Clap javob. Kuch tushilayotgan nuqtadan vektorning boshi boshlanadi. Okay, you may see. Mana jism. Yerni bosma, yerda bo'lsa, yerni F og'irlik kuchiga ta'sir qiladi. Yer esa jismga xuddi shunday kuchlar, buni yana danish 9-da o'rganasizlar. Newtonning 3-qonunida o'rganasiz. Shunday konfiskatsiyadan kuch borki va uni normal pressure force deb aytadi. Normal pressure force degansiz sila normalного давления. Agar jism tinch holatda turgan bo'lsa, moyil bu qanday ta'sir? Keyin juda ham to'g'ri agar tinch holatda turgan bo'lsa, bu jism yekun bo'lgan bo'ladi. Keyin bo'ladi F og'irlik teng m. Demak, F og'irlik formula of the gravity force. Shunday desang, kim aytadi? Gravity force formula F equally m times g. M times G. Very good. Thank you very much. Again, clap desanglar. Do'stlarga savol bersangiz-chi? Do'stlarga savol bersangiz. Thank you very much. Agar gravity force yanchiladigan bo'lsa, bu ham nima bo'ladi? mg va okay. Odatda qarara bo'yicha formula. Endi ishg'ollanish kuchini to'liqtiraylik. Ishg'ollanish kuchi qanday edi? Sila friction force mu m ili bo'lmasa mu m g. Okay. Esitishni bari yozaman. F friction mu m g. Okay. Right down.
You have finished? Okay, bir savolim var. Zavrшим. Hamma ballarni qo'yib qo'ydimi? Hamma ballarni qo'yib chiqdinglarmi? Masala ishlaganlar. Har savol beraverma. Zaynab javob berdi. Hamma javob berdi. Sizlar javob ko'p turdi. Sarlar ko'p turdi. Qo'yapsizmi ballarni? Okay, very good. Demak, summasini hozir chiqarasizlar. Summasini chiqarishdan oldin sizlarga bir savol bermoqchiman. Ana shu bizga qarshi qo'yadigan kuch kerakmi? Kerak emas. Bir og'zini palpatlik kerakmi? Kerak emas. Javob. Sen qanday Kerak. Kerak. Nima uchun? Nima uchun? Chunki u ishqalash kuchi bo'lmasa biz yura olmaymiz. Juda to'g'rimi? Yura olmaymiz va bunday. Jismni itarsak bu tezda qulab ketadi или surilib ketadi. Sizlarda qanday fikr bormi? Qarshi kuch kerakmi, kerak emasmi degan? Bizga Masalan, narsalar uchib beradi. Bizga shu Nollamay turish uchun qarshi bir kuch kerak, juda ham to'g'ri. Zaynab fikringiz bor? Sizni aytmoqchingiz, okey. Mana bir videorolikka e'tibor beraylikchi. Bu personajimizga yordam beradiganday qanday yordam beramiz? Ko'ringlarchi. Mana endi sizlar yordamga kelasizlar. Qanday yordamlasa bo'ladi bu? Unga yeb tashlab, uni sug'urib chiqaramiz. Yeb tashlab, sug'urib chiqaramiz. Yoki boshqacha yo'llari bormi? Qo'lni yuvib tashlash kerak. Nima uchun qo'lni yuvib tashlash kerak? Nima uchun tag'in ketsin yo'qsa? Ishqalash kuchini sirib tashlash. Yana boshqa fikr kerak bo'libdimi? Sirg'anish, ana sirg'anishimizni nima aytadi? Ishqalanish koeffitsiyenti. Ishqalanish koeffitsiyenti hozirda ko'p bo'libdimi, kam bo'libdimi? Kam вообще yo'q. Yo'q, вообще to'ppa-to'g'ri javob. Endi ishqalanish вообще yo'q. Shuning uchun tayib ketadi. Endi nima qilishimiz kerak uni? Tayib ketmaslik uchun. Ko'paytirishimiz, qanday ko'paytirish yo'llari bilan? Qo'l surmaslik ko'payadi. Shu tuman bo'yicha yana qanday ko'paytsak bo'ladi? Unday surishimizni hayotimizda bo'ladimi? Ko'chada, uyda bo'ladimi? Muz, to'ppa-to'g'ri, biraklar. Muz. Ana shu ishlarish kerak, muzning ustida uni kamaytirish yo'llari bormi? Qanday kamaytirasiz? Bu yoki shunday narsa usab gapirishni nima bo'ladi? Artadi. Juda ham to'g'ri. Okey. Endi qaranglar, ishqalanish kuchi fanning texnikasi juda ham ko'p foydalanadi. Kerak emas degan narsa emas bu. Endi qaranglar. Галстук держится благодаря силе трения. Шарф на нашей шее держится благодаря силе трения. Мы за руку держимся благодаря... Сиди, я потяну тебя. Мы за руку держимся благодаря силе трения. Мы ходим по земле благодаря силе трения. Мы держим детали благодаря силе трения. Bir gün o'ylab ko'rmoqchi. Chiqarish tushunib bo'ladi. Hech kim bir qadam ham qo'ya olmaydi. Hoppa! Tushib ketadigan bo'lar edi. Tushib ketganda bundan ushlab qola olasizmi? Yo'q, tushib ketdi. Demak, bizga ishqalanish kuchi nega kerak? Вообще kerak emas bo'lgan situatsiya bo'ladimi? Yo'q. Aytsinchi. Endi qaranglar. Mana bu eshikni ajal vaqtimizda aşk nima bo'ladi? Joy surila boshlaydi. Endi o'ylanglar. Bu yerda ishqalanish kuchi вообще Kerak emas. Kerak emas. Endi ishqalanish kuchi kerak bo'lgan joylar bormi? Hozir qarshimizda ishqalanish kuchi kerakmi? Endi nima deydi-chi? Ishqalanish qo'yilgan rasm bo'lmish. Biz eshikni ochamiz. Demak, bu yerda ishqalanish nima qilish kerak? Kamaytirish kerak. Velosipedga kelib, velosipedda bolalarda сетка шарик degan bor. Сетка шарики держатся на сетке, сделано на металле, и они крутятся, да? Ular aylanib turadi, shunda endi aylanib. Ishqalanish kuchi kerak emas. Ishqalanish kuchi kerak. Endi o'ylanglar, shu
yerda ishlanishni ko'p etganimizda bizning bo'lar edi. Aylanma. Aylanmay, hop, shuning uchun biz bu hayotda yurishimiz, qo'shlab salomlashishimiz, quloq-patron ushlab qolishimiz, sharf taqishimiz, g'oz taqishimiz, taroq bilan chashimiz tarishimiz. Hammasi благодаря чего? Кому мы обязаны? Силу Силу трения. Thank you very much. Okay, clap for you. Endi hamma bog'ni o'qishni olib chiqardimi? Bir minut vaqtlarga o'sha bog'larni chiqarib fikr. Har turli fikr aytganlarning o'zlariga qo'shib qo'ygan javobi. Sardar, Zaynab, har turli fikr qo'shganlarga bir bog'ni qo'shib qo'ygan. Nasıl işte o'sha bog'larni aytdilar. Kriteriyaga to'g'ri keladimi? Kamaydi. Okay. Do homework. Exercise 18 on page 118. Okay. Doğanlar var mı? Doğanlar var mı? Doğanlar var mı? Kim? Kim var? Koş, sana. Bu nasıl koymuş? Kaç yıl? 27. Cidden söz. Bahası? Bahası koş koymuş. Bahası koymuş. Bahası koymuş. 20 kriter. 20 çoğu kaça? 20 kaça? 5. Kaça cevabı? 33. Kaça bahası? 5. Thank you. Very good. You are very good today. Thank you very much. 5. Hoş. İzzetullah. 20 чуть-чуть не хватило, да? Пёс, Лайв, Хош, Тахирова, вот у нас 24, Хош, Насулаева, Дудара, 25, там өзім бағасын білет, мен неге қойман Дудара, велосипед. Бағасы қойды ма? Өзің сені баға қойсың? Яна қойсың? Критерий бар еді? Біраз бар. Thank you very much. Okay, today, new homework, exercise 18 on page 118. Okay. The lesson is over. Goodbye. You will go. Thank you very much. See you later. Yeah, see you later. Okay, thank you very much. Oh, 100. 100% düşündü. Bahalarayım. Thank you. Dersini 100% düşündü. Okay. 85%. Мы с тобой будем работать. 90%. Все. Если закончили, мы можем идти. Goodbye. See you later. Thank you so much. Bye.